Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, obunachilarimiz, aka-ukalar. Mana bugun sal ozgina vaqtimiz bo'lib, qo'limiz tegib qoldi. Syomka qilishga, Xudo xolasa, baholi qudrat syomka ko'rsatib beraman. Qo'ldan kelgancha. Bu pritsepimiz akalar, biri 40 ga 240 bo'lgan pritsepimiz. Borti 1.8 lis, qora lis, oddiy. Buni endi aksinko'pkarligi ham bor. Mana ramalari akalar, mana shvillerdan iloji boricha sizlarga tiniqroq ko'rinish uchun kunduzi obzor qilyapman. Bu hozir sepildi, endi yig'iladi mana baloni. Chachish holda ham ko'rinadi deyapman-da, ya'ni zibor boshqa, nima ko'rgan boshqa, chachish holda nima deydi, ishonchliroq bo'ladi mumkinmi, shunaqada xullas. O'zim tushunasizlarmi? Endi bizlar bloger emasmiz-ku, baholi qudrat pritsepni qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraman. Buni mana akalar zamok tushadi. Bitta zamok tushadi. Baholasa. Mana kraskalari ham gruntokka, keyin stalnoy gan sepilib, ustidan lak sepiladi. Unaqali qora pritsep bo'lmaydi. Ya gruntokkani o'zida qolib ketmaydi. Krelovlari ham 1.8 disdan bo'ladi mana. Xolasaning plastmassa ham bo'ladi. Endi nimaga qarab, talab, zakaz, bunda qanaqa pritsepga qiziqish bor. Shularga qarab akalar, mana nimaga stop olmaydi. Tayyorni ko'rsataman sizlarga, tayyori bor endi, просто buni ham ko'rib qo'ying deyapman-da. Nimadan bizniki hali dehqon ishlikdagi gap, tayyorni ko'rsatamiz hozir. O'zimiz tayyorlaganimiz uchun mana akalar risollari, mana instrumentkalari, stupitsalari, Cobalt buni stupitsasi mana akalar. Bu Cobalt stupitsa, bunda mana yangi zakaz bu, shuning uchun yangi qo'yilgan stupitsasi. Buni akalar, xo'sh, bu stupitsa ketib qoladigan bo'lsa, luft bo'lib qolsa, qachondirlar endi Xudo biladi. Avvalo Xudoy, texnika bu narsa. Qachon atkaz qilishini Xudo biladi. Mana bu yerda mana 17 ko'rinyapti. 17 voltlikada shunday bo'shatasizlar. 4 dona bilan bo'shaydi, chiqadi. Zibor olasizlar, zibor qo'yasizlar. Rabochi qo'ysalangan bo'ladi. Endi bu zakazlik uchun men yangi qo'yganman. Risollar o'ta baquvvat, usulli risol. Bu pritsepimiz zakaz bo'lgani uchun bundan asosan mal tashishga bo'ladi. Bu poliga taxta qo'yamiz. 4lik, 3lik, 3.5 shunaqa atrofida bo'ladi. 5lik palamiston demaymiz. 3lik, 3.5, 4 gacha bo'ladi. Eni 12 sm dan 14 sm gacha boradi. Anagramma yo'q, yolg'on yashir yo'q, buncha qo'yib hali keyin telefon qilsa ko'tarmay qo'yishlik yo'q, shunaqalar bo'lyapti. Kelyapti odamlar aytyapti, shunchalik telefon qilsa ko'tarmaydi ishlar deydi. Endi bizda bemalol telefon qilaverasizlar. Albatta hamma telefonni ko'tarib, hammaga javob beraveramiz. Pritseplarimiz yig'ilib o'tirgan joyimiz Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasidan boryapti. Hozircha shu yerda tayyorlanyapti pritseplar. Mana reshotkasi akalar mana. Bu reshotkasi. Reshotkamiz balandligi 80 sm. Buning ustiga o'rnaydi bu. Bu mol tashishga. Endi klassiya qilamiz, tayyor bo'lgan yo'q. Ko'rsatyapman sizlarga. Endi o tayyorlarga keladigan bo'lsak, mana tayyorlari. Tayyorlari ham bor. Mana tayyor bo'lgan holati.
1.30 ga 2.30 bunisi 1.40 ga 2.60. Endi orqasini ko'rsatib qo'yasizlar, orqa tomondan qanday ko'rinadi. Buni baloni Damas, nariniki Lacetti, uniki Cobalt. Velosipeddan zo'r chiqib qoldi. Mana orqasi. Stoplar o'rnatilgan. Yangi stoplari. Montajlari bo'lgan. Mana bunisini orqa ko'rinishi. Amortizatorlar qo'yiladi. Buni Risola aytgandek rossiyskiy, shuni aytish esdan chiqib qoldi mana. Bari jinni odam hujrat bo'lar ekan bu olganda endi to'g'risi. Ko'pchilik ko'radi-da. Buni gaplashib o'tirgan boshqa, video qilib gapirgan boshqa ekan to'g'risi. Mana karotardi. Bu amortizatorlar turibdi. Yaxshilar rasmga. Sollari zavodskiy. Yo, do'stlar, yaxshimisiz? Sollar zavodskiy. Mana o'rnaydigan joyi. Straxotka, zanjir, montaj kabeli. O'zini zavodskiy shtekerini beraman. Endi xo'sh, tak. Nima desam bo'ladi? Parkoplar, balonchik. Buni oldiga qo'yiladi balonchigi. Xullas, barcha turdagi pritseplarni tayyorlab beramiz. Hamma pritseplarimiz akalar, mana shu esdan chiqmasin, yodlaringda qolsin. Hammasi dokumentalniy. Barcha 12 ta viloyatga dokumentini oluvchini nomiga yozib beramiz. O'zi turadigan gaylardan nomer oladi, o'zi turadigan o'sha shaharmi, tuman deymizmi, rayon deymizmi, viloyat deymizmi. O'sha yerdan borib nomer olinadi. Bez muammo beraveradi, xudo xolasa, muammo yo'q undan keyin. Oluvchidan bitta pasport so'raladi. Pasporti bo'lsa bo'ldi yonida. Nomiga shu paytda yozib beramiz. Nomer olishaveradi. Nomer 1,5 millionga chiqadi. 5 million dedi birov, kimdir 4 million dedi, unaqa emas akalar. Endi 100 ming unday bo'lib qolishi mumkin, 1 million 700 ming bo'lib qolishi mumkin, 1 million 800 ming bo'lib qolishi mumkin, yoki 2 millionga bormaydi. Asosan standart 1,5 million. Bizi shu Qo'qonda 1,5 million. Yani boshqa viloyatlar Namanganda arzonroq 1 million 450 ming Namanganda. Andijonda endi jinday qimmatroq 1 million 550 ming. Farg'ona shaharda 1 million 600 ming shunaqa atrofida. 50 ming, 100 ming, 150 ming farq qiladi viloyatlarga qaraganda. Qani bilmayman endi men uni tushunmayman. Uni endi o'sha gayda deganlar bilan nima sababdan bunaqa qilgan. O'zi standart bo'lishi kerak, respublika bo'ylab, chunki qonun, qaror bitta, lekin bizda shunaqa. Nima deymiz endi? Elga kelgan to'y ekan. Mana akalar xudo xolasa. Buni endi qanday bo'lib to'lash bormi deb so'rayapti ko'pchilik. Bor akalar, 12 ta viloyatga bo'lib to'lash imkoniyatini qilib beramiz, xudo xolasa, qo'ldan kelgancha. Boshlang'ich to'lov 0% yoki qanchadir onlaynda bo'lsa berib olib ketishlar mumkin. Akalar. Xullas, yana nima qoldi? Meni aytmadim sizlarga. Ha, buni bu pritseplarda rossiyskiy qilib ham tayyorlab beramiz. Zanglamaydigan, zang otmaydigan, qo'lni atsinkovka, nerjivenka deydi hamma. Yo'q, nerjivenka bo'lmaydi. Atsinkovka bo'ladi. Tintlar bilan ham tayyorlab beramiz. Mini traktorlarga pritsep tayyorlab beramiz. Xullas, barcha yengil avtomobillarga hammasiga pritsep tayyorlab beramiz. Xizmatlarimiz dokumentalniy, qonuniy, litsenziyonni ishlaymiz. Kelasizlar, zakaz qilasizlar, parkov qo'ydirasizlar. Sekin sudrab ketilaveradi. Mana, bo'ladi xolasa. O skuter.
Endi buni nima desam bo'ladi? Hozircha shu akalar ma'lumotini sizlarga bo'lgan yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarni shu akalar biz kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yinglar, ko'pchilikka tarqalsin. Ko'pchilik ko'rsa yaxshi-da baribir. Ko'pchilik telefon qiladi, ko'pchilik bilmaganini eshitadi. Kimgadir yana pirsik haqida nimasi oshadi fikri. Kimgadir kerak bo'lgan bo'lishi mumkin shu pirsik, kimdir izlayotgan bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat akalar, kelayotgan Hayit bayramimiz hammamizga muborak bo'lsin. Xudo xolasa. Bugun 17-mart 2026-yil. Soatimiz 5:30 bo'ldi. Mana akalar. Hammaga baxt, omad tilaymiz. Sog' bo'lasizlar akalar, biz kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.